obunachilar, mana Farg'ona mashina bozorida bugungi obzorimizga X2 mashinamizni obzor qilyapmiz. Yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan, yili bilan narxi telefonlarini boshlab ketamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan uchta detalli kraska bormi? Uchta detalli yuzak kraskalari bor. Telefon raqamingiz 93lik 533 010 raqamiga telefon qilasizlar. Ma'qul kelsa, so'ng bilan mana mashinaning Sonus gibrid motorida korobkasi hech qanday ishi yo'q. Mana hujjat holatda turibdi mashina. Rasxod yo'q mashina mana. Hali so'ray turgan mashinalardan xuddi mana shunaqangi mashinalar. Polik, chexol, yaxshi monitorlar mana. Bitta oilani gullab oladigan mashina. Balonlari ham yaxshi balonlar. Hech qanday ishi yo'q mashinamizda. Faqat olib minaman degan mashinalarimizda mana 842 raqamiga gen davenist beriladi. Xohlasa o'tkazib yuboriladi. Mashinamizni mana orqalari pichat holatda mashinani olas manas degan mashinamiz mana shu bo'ladi. Faqatgina shu bizim mashinamizni olamiz va minamiz deydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, musofirda yurib oilaga bitta mashina olib beray, aka-ukalar minib yursin degan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu mashinani tavsiya qilib qolamiz. Aloqa uchun yana bir telefon raqamimizni aytib o'ramiz. Telefon raqamingizni qaytarib yuborasiz. 93lik 737 2444 raqamiga shuni aloqaga chiqsalaring, mashinamiz bo'yicha yana qo'shimcha ma'lumotlar berib boriladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.